Insho. Birinchi qism. Old and new. Bu, buni odamga nisbatan ishlatilganda yoshi kattalar va yangilar, ya'ni yoshlar ma'nosida tushunsak bo'ladi. Demak, mavzu. The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life. Kattaroq avlodlar moyil, demak, an'anaviy g'oyalarga ega bo'lishga, odamlar qanday yashashi, o'ylashi va o'zini tutishi haqida. Ya'ni odamlar o'zini qanaqa tutishi kerak, yashashi kerak, qanaqa o'ylashi kerak bo'lgan shu masalalardagi g'oyalarda an'anaviy usulga ega kattaroq avlodlar deyapti. Ammo ba'zi odamlar ishonadiki, bu g'oyalar foydali emas, yosh avlodni zamonaviy hayotga tayyorlashga degan g'oya berilyapti. Ya'ni yoshlar bilan keksalar va yangi avlodni solishtirmoqchi. Shunga to what extent do you agree or disagree with this view? Bunga bu fikrga qo'shilasizmi yoki yo'qmi degan savol berilyapti. Bunga qanaqa usulda yondashganini ko'rib chiqamiz g'oyalar bilan. It's true that many older people believe in traditional values that often seem incompatible with the needs of younger people. While I agree that some traditional ideas are outdated, I believe that others are still useful and shouldn't be forgotten. Shu narsa to'g'riki, ko'pgina yoshi katta odamlar ishonadi an'anaviy qadriyatlarga, qaysiki odatda, ya'ni odatda tuyuladi, nomutanosib, mos kelmaydi yosh odamlarning ehtiyojlariga. Ya'ni shu narsa haqiqatga deyapti, katta odamlarni ishonadigan, o'ylaydigan an'anaviy qadriyatlari yosh odamlarning ehtiyojlariga nomutanosib deyapti. Men bu fikrga ba'zi an'anaviy g'oyalar eskirganligiga qo'shilgan holatda deyapti. Men yana ishonamanki, boshqalari haligacha foydali va unutilishi kerak emas, unutilmasligi kerak. Bu an'anaviy g'oyalar demoqchi. Demak, batda o'ta nozik yondashyapti. To'lig'icha qarshi, to'lig'icha yoki roziga ham o'tmayapti-da, fikrini ochiqroq ifodalab beryapti. Demak, o'zi writingda, inshoda super cohesion degan narsa bor. O'ta ravon, o'ta chiroyli bog'langan insho yozish. Bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, introduction, mana birinchi paragrafimiz introduction bo'lsa, introductionda biz bergan inshoda nima qilishimizni yozayotgan qismimiz paraphrezdan keyingi ikkinchi gapimiz. Keyingi badiiylarda to'liq zo'r ifodalasa, shu juda zo'r cohesion bo'ladi. Ya'ni batda mana keyingi badiiylarda nima yozishimiz aynan bilinyapti. Demak, birinchi badiiyda fikrlar, ba'zi kattalarning fikrlari eskirgani haqida gapirishi va ikkinchi badiiyda boshqa foydali an'analarimiz bor, unutilmasligi kerak bo'lgan degan fikr ham bor menda deyapti. Demak, keyingi ikkita badiiy shu ikkita fikr haqida bo'ladi. Birinchi qaysi fikrlar eskirganini aytadi va qaysilari ikkinchisida unutilmasligini aytadi. Bu juda chiroyli kirish hisoblanadi. On the one hand, many of the ideas that elderly people have about life are becoming less relevant for younger people. Bir tarafdan bu g'oyalarning ko'pchiligi qaysiki yosh katta odamlar ega bo'lgan hayot haqida, demak, kamroq mos bo'lib boryapti yosh odamlar uchun. Ya'ni yosh odamlar uchun borgan sari kamroq ahamiyatli, kamroq mutanosib bo'lib boryapti bu odamlarning, demak, fikrlari deyapti. In the past, for example, people were advised to learn a profession and find a secure job for life, but today's workers expect much more variety and diversity from their careers. Demak, o'tmishda misol uchun deyapti, odamlarga maslahat berilardi, passive voice, past simple ishlatilyapti. Odamlarga maslahat berilardi o'rganish, kasb o'rganish va xavfsiz, ya'ni barqaror ish topish hayoti uchun. Ammo bugungi ishchilar kutadiki, ko'proq xilma-xillik va rang-baranglik karyerasidan. Ya'ni oldin odamlarga maslahat berilarkan, ish top o'zingga, barqaror ish top bo'ldi. Lekin hozirgilar deyapti ishchilar karyerasida rang-baranglik, ko'proq narsa xohlaydi deyapti. At the same time, the rules around relationships are being eroded as young adults make their own choices about who and when to marry. Biroq shu vaqtda deyapti, munosabatlar atrofidagi qoidalar ham yemirilyapti, ya'ni o'zgaryapti. Batda ham passive voice'da present continuous varianti berilgan. Ya'ni xuddi men kitob o'qiyapmanda, kitob o'qilyapti variantidaqa munosabatlar deyapti.
munosabatlar atrofidagi qoidalar yemirilyapti. Passive voice'da continuous varianti. Nima sababga ko'ra desa, yosh o'smirlar deyapti, o'zlarini tanlovlarini o'zlari qilishyapti. Kim bo'lishlari kim bo'lishlari yoki qachon kimga turmushga chiqish yoki qachon turmushga chiqish masalasida ham deyapti. But perhaps the greatest disparity between the generations can be seen in their attitudes towards gender roles. Ammo ehtimol eng katta nomutanosiblik avlodlar o'rtasidagi ko'rilishi mumkin, bu ham passive voice, ularni jins vazifalariga qaratilgan munosabatlarida. Ya'ni jinslarda vazifasiga qaratilgan munosabatda katta farq, nomutanosiblik ko'rinib qoladi demoqchi. The traditional roles of men and women as breadwinners and housewives are no longer accepted as necessary or appropriate by most younger people. An'anaviy qoida yoki an'anaviy rol, vazifa erkak va ayolning deyapti. Breadwinner degani, ya'ni qo'polroq tarjima qilsak, non topuvchi, ya'ni aytganda boquvchi va uy bekasi. Demak, erkaklar boquvchi va ayollar uy bekasi deyapti. Muhim yoki muvofiq tarzda ortiq qabul qilinmayapti ko'p yosh odamlar tarafidan. Demak, bu har xil ma'naviy yemirilishlar, ilmsizlik oqibatida shunga o'xshagan fikrlarga kelib qolyapti, deyapti. Yosh odamlar ko'p shu rollarda oldingilardek tushunolmayapti. Demak, birinchi abzasda xuddi shu fikrlar bilan tugatyapti. Bitta xulosa qilib oladigan bo'lsak, g'oyaga nisbatan nimaga bu fikrga qo'shilayotgani. Demak, u an'anaviy g'oyalar hozirgilarga mos kelmayotganini misollar bilan ifodalab berishga harakat qilgan va keyingi qismda qaysi holatlar qolishi kerakligi haqida fikrlari berilgan. Demak, bitta e'tibor beradiganimiz strukturani chiroyli qilib berayotgan, fikrni yaxshi ochib berayotgan va murakkab strukturalarimiz bu. Asosan eng ko'p duch kelganimiz passive voice, misol uchun disparity yoki diversity relevant bo'ladimi? Yoki bitta passive voice ishlatilgan iboralar bo'ladimi? Outdated, shunga o'xshagan doimo biz ko'rmaydigan A2 yoki B1 lug'atlaridan tashqari murakkabroq darajada so'zlar ishlatilgan inobatga olsak, writingimizni oshirish uchun ularga e'tibor berishimiz kerak bo'lar ekan.